Hazrat Usmon radhiyallohu anhu xalifa edilar. Eshitib qoldilarki, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu kasal bo'lib qoldilar. Abdulloh ibn Mas'ud cho'pon bo'lganlar. Oyoqlari kichkina bo'lgan. Ingichka odam bo'lgan. Nozik odam bo'lgan. Lekin tavakkullari pahlavon odamlardan ham kuchli bo'lgan ekan. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu Abdulloh ibn Mas'udning uylariga borsalar, oxirgi nafaslari kasal bo'lib yotibdilar. Sizga birorta tabib olib kelaymi deydilar. Menga dardni bergan tabibning o'zi-ku, ya'ni Allohning o'zi-ku, shifoni ham o'zi beradi dedi. So'ng Hazrat Usmon radhiyallohu anhu sizga biror bir yordam kerakmi dedi. Endi menga faqat Allohdan boshqasi yordam bera olmaydi, ya Usmon dedilar. Sizga bir dunyo pul beraymi dedilar. Bir dunyodan yordam beraymi deydilar. Ya xalifa, men dunyo kerak bo'lmagan joyga ketyapman dedilar. Sizga kerak bo'lmasa bolalaringizga kerak bo'lar dedilar. Shunda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ga qarab, meni 5 ta qizim bor. Mendan keyin qizlarim qashshoq, kambag'al bo'lib qoladi deb qo'rqyapsizmi? Allohga qasamki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan eshitganman. U zot shunday deganlar: kim har kuni kechqurun sura-i Voqeani o'qiydigan bo'lsa, Alloh uni hech qachon kambag'al qilmaydi deganlar. Men mana shu narsani farzandlarimga o'rgatib qo'ydim. Qizlarim har kuni sura-i Voqeani o'qiydilar. Ular hech qachon kambag'al bo'lmaydilar dedilar. Qarang sizlar, bu qanday ham go'zal iymon, ishonch, tavakkul. Biz sura-i Voqeani 14 asr bo'ldi nozil bo'lganiga. Rizq talab qilib yugurib chopamiz-u, lekin kechqurun bo'lganda Voqea surasini o'qisak, kambag'al bo'lmasligimizni hayolimizga ham keltirmaymiz.